Bir ehtiyotsiz hodisa sabab bo'lmaganda, Azam Nafisaga uylanmagan bo'lardi. U osmonda edi. Osmonda bo'lmaganda ham o'zini shunday his qilardi. U shunday kishiga yoki shunday oilani qiziga jilla bo'lmaganda qarindoshiga uylanishi kerak ediki, bu qarindoshlik uni amal va obro' cho'qqisiga sakrashiga bir tramplin rolini o'ynasin. Esini tanibdiki shu niyatda. Studentligida bir qiz bilan donlashib yurdi. Qiz nihoyatda chiroyli edi. Hatto muallimlar orasida ham uni ko'zi ostiga olib qo'yganlar bor ekan. Lekin qiz Azamni ma'qul topib, u bilan uchrashib turdi. Bu orada Azam o'z andozasiga solib o'lchab ko'rsa, qizni na oilasida, na urug' aymog'ida tramplin bo'ladigan kimsa bor. Qiz institutni tugallasa, urug'da o'rta barmoq bo'lib ko'zga tashlanadigan odam shu bo'ladi. Bundan ko'nglining bir tomoni cho'kkan bo'lsa ham, Azam qorong'uda qora, yorug'da oq ko'rinib umidini uzib ketmadi. Uning husni langar bo'lib qirg'oqdan uzoqlashishga qo'ymasdi. Lekin shu orada bir o'rtog'ining to'yida boshqa bir qiz bilan ko'z urishtirib qoldi. Qiz ham ortiqcha g'ojlik qilmay uchrashuvga rozi bo'ldi. Uchrashishdi. Azam ko'rinib turgan husni, basavlatlikdan tashqari o'z ichki fazilatlarini ham ochib tashladi. Qiz ham xuddi shunday yigit uchun yaratilgan-u, vaqt soati kelgungacha yakka yurgandek chippa yopishdi qo'ydi. Uning tog'asi katta amaldor. Amaldor bo'lgandayam qayerga qo'lini uzatsa yetadi. Nima desa so'zi o'tadi. Azam uni orqa varotdan tanib, bir marosimda uchrashib, jinday rovish ham qilib qo'ydi. Tarqalish vaqtida u bilan quyuq xayrlashdi. Orqasi bilan ancha yergacha yurib bordi. Yuzini tabassumga to'ldirib qo'lini ko'ksidan uzmadi. "Zab, tog'angiz bor ekan-da", dedi qiz bilan ertasiga uchrashganda ochilib. Biram xushmuomala, biram madaniyatli ekanlar. Lablardan bol tomadi. Bunaqa odam bilan yo'l yurib adashsang, naqd jannatni o'zginasidan olib chiqadi. Yo tavba. 3 soat yo'llarda o'tiribman. Bir lahzada o'tib ketibdi-ya. Yuzlardan nur yog'iladi. Farishtali odam deb shunaqalarni aytsa kerak-ya. Sizlarnikiga ko'p kelib turadilarmi? Oyingizga aka bo'ladilarmi, ukami? Ukalari kelib turadilar, lekin ko'p emas. Nega unaqa qiladilar? Men sizni o'rningizda bo'lsam, tez-tez keladigan qilib olardim. "Ha?" dedi nozlangandek qiz. "Xolalarimdan baloga qolarman. Oyimlardan boshqa yana 5 ta opa-singillari bor. Rasamadi bilan borib keladilar-da." Azam go'yo shu qizga uylangan u arzanda jiyan, kuyov bo'lmaganiga o'kingandek ichida xolalarini koyib qo'ydi. Qani endi yolg'iz toyloq bo'lib tog'ani emsa. Darrov o'ziga dalda berdi. Buyog'i o'zimga bog'liq. Kosoviga kirib, kuli bilan chiqib tursam, menga boqmay kimga boqadi? Lekin qiz bir ko'rganda jis etib jigar bag'ringdan oladigan chiroyli emas. Sovuqroq. Buni ustiga chillayoyoq. Sal lapanglabroq ham yuradi. Shu tomonini o'ylaganda Azamning ko'ngli xira tortar, izzat nafsi kamsitilganga o'xshardi. Axir mavqeli odamning xotini ham chiroyli bo'lish kerak-da. Azam ikki o't orasida edi. Yo chiroyli xotin u o'zing uchun o'l yetimlik, yoki chillayoyoq, sovuq xotin u obro' va amal. Ikkisi ikki barmoq bo'lib, qaysi birini tishlasa shunisi og'rardi. Ancha vaqt boshi qotib yurdi. Ey Xudo, shu amaldor chiroyliligining tog'asi bo'lib qo'ya qolsa nima qilarkan? Shunday deb o'kinib, na unisining, na bunisining boshini ochib qo'ydi. Lekin maqolda ikki kishini teng quchoqlagan biridan ajraladi deyilsa ham, Azam ikkalasidan ajraldi. Avval chillak oyog'i uning egar jabdug'ini yig'ib qo'liga tutdi. "Qani, tuyog'ingizni shiqillatib qoling. Sheriklik osh qornimni og'ritadi." Azam gangrab, "Hoy, o'zi nima gap?" deguncha qiz etagini qoqib jo'nadi. Xuddi shuni ertasiga chiroyli ham o'shqirib, har qadam bosishidan qahr-g'azab yonib va'daga keldi. Salom o'rniga, "Uyatmasmi?" dedi va yig'lamsirab bir ikki tarsaki qo'yib yubordi. "Munofiq." Azam yuzini ushlagancha qolaverdi. Bu ikki zarba Azamning ko'zini moshdek ochdi.
Ancha vaqtgacha biror qizga gap tashlagani yuragi betlamay yurdi. Hatto sotuvchisi ayol bo'lgan magazinlarga ham kirmadi. Lekin vaqtdan yaxshi dori yo'q ekan. Ne jarohatlarni davolaydi, ne achchiq alamlarni unut qiladi. Azam institutni bitirib, injenerlik diplomi qo'liga tegishi bilan o'zini yana boshqacha his eta boshladi. Go'yo butun gaplar o'sha studentlik bilan institut dargohida qolib ketdi. Endi o'z niyatini ro'yobga chiqarsa bo'ladi. Lekin baribir o'sha hodisa ko'nglining allaqaysi burchagida chag'ir-tosh bo'lib yotardi. Albatta endi u ilon chaqqan kishidek har ola arqonga gumonsirab boqadi. Shunday bo'lsa ham bir-ikki qizni cho'qilab tashlab ketdi. Go'yo u o'z tengini qidirardi. Ba'zi bir o'rtoqlari ta'na qilishsa, axir itlar o'ziga jo'ra topguncha qancha bir-birini hidlashadi-ku. Biz odammiz, tabiatning oliy san'ati, deb falsafa sotardi. Shu tufayli bo'lsa kerak, studentlikdagi ba'zi bir o'rtoqlari uni tashlab ketishdi. Lekin bunga Azam ortiqcha parvo qilmay, hozir oddiy injenerman. Shunday qilishyapti. Sal badanimga nam yugurib, stulim kresloga almashsin, hammasi hid bilgan qumursqaday o'rmalashib qoladi, deb o'ziga tasalli berib yurdi. Ne ajabki uning stuli kresloga hadeganda almashmas. Niyati ufqga o'xshab, u intilgan sari nariga ketib borardi. Bo'lmasa u tinch yotgani yo'q. Boshlig'iga salomni hammanikidan quyuqroq beradi. Uyini, bola chaqasini so'rab turadi. Bayramlarda idorada tabriklagani yetmaganday uyiga alohida mehri barq urib turgan telegrammani yuboradi. Komandirovkaga kelsa kuzatib, kelsa kutib turadi. Intizomi yaxshi. Ishiga ham bajonni dil kirishadi-yu, nazarga tushmaydi. Kimdir uni olchi oshig'ini chikka qilib qo'yayotganga o'xshaydi. Qadriga yetmayotganday. Bu narsa mushuk bo'lib ichini tirnasiyam. Sabr qil azizim. Har narsani o'z mavridi bor. Tuvakda bevaqt ochilgan gul baribir gul emas. Sarga so'ladi deb o'zini bosib yurardi. Lekin u barq urib mangu ochiladigan fursat qachon kelishini entikib kutardi. Ba'zan diqqi nafas bo'lib ketardi. Bu diqqi nafaslik shishaning bo'g'zini ushlatdi. Ana shunda murodi maqsadiga yetgandek yayrayotganday bo'ldi. Ana shunday yayragan kunlarning birida taksi yollab, orqa o'tirg'ichida oyog'ini tirab, go'yo rahbarning yurishiga taqlid va bir tomoni mashq qilib kelayotganda, bir ayol kishi qo'l ko'tardi. Shofyor, olsam maylimi? Degan edi, saxiyligi tutib ketdi. Marhamat, dedi. Lekin mashina oynasidan o'rta yosh bo'lib ko'ringan ayol yoshgina do'ndiq qiz ekan. Uning yo'li ters bo'lsa ham Azam rozilik bildirdi. Shofyor yelkasini qisib olgach Azamdan so'radi. Unday bo'lsa sizni oldin tashlab kelaman-da. Yo'q, madaniyatsizlik bo'lmasin. Avval bu kishini. Qiz yo'q deyishiga qaramasdan Azam mashinani qizning yo'liga soldirib yubordi. Qiz avvalga qizardi, keyin minnatdorlik bildirdi. Boradigan joyingizga kech qoladigan bo'ldingiz-da. Meniki juda ham tiqilinch emas edi. Vokzalga emaski, poyezd ketib qolsa. Uyga qaytyapman. Ish ko'payib, biroz kechroq qolishga to'g'ri keldi. Qizi tushkur sho'xgina ekan. Oldin bir kulib, ketidan so'z bilan chimchilab oldi. Yangamdan qo'rqar ekansiz-da. Oh, qani qo'rqsam ham o'zlari bo'lsa. Qayoqqa ketganlar? Bilmasam. Voy, bu kishini qarang. O'z xotinlaridan ketgan yerini bilmaydilar. Chunki menga xotin bo'ladigan qiz hali oyisining sochini o'rib uyda o'tiribdi. Qiz, voy, dedi-yu boyagidan ham battar qizarib ketdi. Ko'zini yerga oldi. Mashina chorrahaga kelganda birdan to'xtab, ikkala yo'lovchini ham qalqitib yubordi. Qizning tizzasidagi sumkasi yerga tushib ketdi. Rovish qilmoqchi bo'lib sumkaga engashgan Azam boshini qizning boshiga urib oldi. Urilish zarbi idrokiga yetib borgunicha qizning yangi yuvilgan sochining hidi Azamning dimog'ini qitiqlab, etini jimirlatdi. Bunday mushk ambarni umrida ilk marta maftuni bo'lgandek qadini ko'targandan keyin ham uzun nafas olib qo'ydi. Qizning sochiga qarab namxushligini payqadi. Yuvinib, taranib, xuddi va'daga ketyapti degan fikr xayoldan o'tdi. Rashkka kelganday bo'ldi.
Qiz sumkasini o'zi yerdan olgan bo'lsa-yam Azamga tashakkur bildirdi. Azam shu yerdan ilib ketdi. Qilinmagan xizmatga rahmatingiz malol keladi, yaxshi qiz. Men engashmaganimda olib berardingiz-da. Albatta, lekin o'zingiz oldingiz. Faraz qilamiz, siz olib berdingiz. Unday bo'lsa, rahmat. Qilmagan xizmatimni shunday yuksak baholadingiz. Qani endi sizga o'xshagan odam boshliq bo'lsa-yu, men qo'lida ishlasam. Nima? Boshlig'ingiz yomon ko'radimi? Yo'q, lekin sizchalik qadrlamaydi. Kishi xizmatini qadrlamasa yomon rahbar ekanda. Yomon desam insofdan bo'lmas-ku, lekin yoshlarga ishonqiramay qaraydi. Bu undan ham yomon, dedi qiz shart kesib. U qanday rahbarki, hosil berayotgan yosh novda turganda kundaga kuch beradi. Azam bu gaplarni boshlig'i eshitib qolib, ta'zirini beradigandek hadiksirab gap chalg'itdi. Agar sir bo'lmasa, o'zlari qayerda ishlaydilar? Butun mehr-u muhabbat yoshlarga berilgan joyda. Ya'ni bolalar bog'chasida, kuldi qiz. Albatta sizlarda yoshlar kaftda tutiladi. Qiz mashinadan tushib shofyor bilan hisob-kitob qilayotib kulib qo'ydi. O'sha boshlig'ingizni bizga yuboring. 5-10 kun praktika qilib ketsin. Azam darrov ildi. Kelardi-yu, adresingizni bilmaydi-da. Adresimiz shu ko'rinib turgan oppoq bino. Qiz mayda qadam bilan yo'lkadan borar ekan, Azam mashinadan boshini chiqarib yana tegishdi. Aytaman, albatta keladi. Bu gal qiz indamadi. Qayrilib ham qaramadi. Shunday bo'lsa-ham Azamning quloqida uning tovushi, dimog'ida sochining mushk ambari qolgandi. 3 kun o'tgach bog'chani so'roqlab keldi. Qarshisiga peshvoz chiqqan qizga: "Boshlig'imizni ishlari ko'p ekan, hozircha meni praktikaga yubordilar", deb kuldi. "Demak, siz ham bir kuni kattakon bo'lar ekansiz-da?" Azamning albatta deb yuborishiga sal qoldi. Qizning bu gapi moydek yoqib, uni o'ziga ancha yaqin his qildi. Qizning ismi Nafisa. Shu bog'chaning mudirasi ekan. Ko'rinishidan yosh va do'ndiqqina bo'lsa-ham, aslida 23-24 ga borib qolgan, zuvalasi pishiq bu qiz Azamning didiga birdan o'tirib qoldi. Hammadan ham uning shu bog'cha yonida bir dugonasi bilan turishi, hozir dugonasining qishloqdagi kasal onasi oldiga ketgani, uzugini yo'qotgan gavhar ko'zini topganday yashnatib yubordi. Omadining kelgani shu. 3-4 kun oyog'imni uzatib, maishat qilib olsam, birov bilib o'tiribdimi? O'zi ham menga o'xshagan dilbar yigitga mushtog'u, uchratolmay yurganga o'xshaydi. Qani, to'rga o'ting. Mulla Mir'azam boyvachcha. Azam ko'ziga sodda va tayyordek ko'ringan qizning u yengidan kirib, bu yengidan chiqdi. U suhbatni shunaqa eshib tashladiki, bechora qiz izlaganim siz Azamjon aka deb yuborganini o'zi ham bilolmay qoldi. Azamga shu kerak edi. O'sha kuni jinday ichimliklardan keyin Azam qiznikida yotib qoldi. Ertalab Nafisa xo'ridan tushib, peshonasini changalladi. Oldiniga yig'ladi, keyiniga "So'z bitta-ya, Azamjon aka", deb tundagi va'dasini esiga soldi. Azam dildan bo'lmasa ham tilida "Bo'lmasam-chi, tentak", deb bag'riga bosib o'pdi. Nafisaning ko'zida yirik marjondek qalqib turgan yosh donasini barmog'i bilan sidirib tashladi. Lekin yuzida uzun izi qoldi. Bo'lar ish bo'lguncha, issiq o'rinning tafti ko'tarilguncha Azam entikib, Nafisani oldiga yelib yugurgan bo'lsa, kunlar o'tgan sari Nafisa uni intizor kutib, u esa va'dani oralatadigan, shunda ham sovuqqina kelib ketadigan bo'lib qoldi. Nafisa bildiki, u orqaga tisarilyapti. Va'dalar puch. Masalani shartda qo'ydi. To'yni qachon qilamiz? Qanaqa to'y? Talmovsiradi Azam. Nafisa shunday javobni kutganidek esankiramadi. Oyog'ini qattiqroq tiradi. Siz bilan meni to'yimda. Azam tirnog'ini tozalayotgan odamdek beparvo to'ng'iladi. Bitimga qilamanmi?
Nafisaning xayoliga bir uchrashganlarida Azamning ko'rsatgan omonat kassasi daftarchasi keldi. Unda anchagina pul bor edi. Shuni esiga soldi. Sichqon tortib ketibdi, dedi Azam yana o'sha ohangda. Menga qarang, hazilni qo'ying. Har qancha hazil u chin bo'lsa o'tib bo'ldi. Sanmanga borib, o'rtadagi hayo pardasi ko'tarilmasin. Men sizga 7 mahallaga osh bering, qo'sh surnay yollang deyotganim yo'q. Qaysi ahvolimga chiranaman, dedi ko'ziga yosh olib Nafisa. Kichkinagina vecher qilaylik. 5-10 ta tanish bilish bo'lsa bo'ldi. Kichkinagina vecher? Burgadek sapchib tushdi Azam. Keyin men boshimni ko'chada qanaqa qilib ko'tarib yuraman? Paranjiga kiramanmi? Xotinlarda yo'q paranji sizga qayoqda? Ko'zida yosh bilan kulguga oldi Nafisa. Lekin Azam o'zgarmadi. Chunki uning esdan va'dalar erta tong tumanidek yo'qolib bitgan. Aslida Nafisaga uylanish niyati yo'q edi. Axir Nafisa uning andozasiga sal ham to'g'ri kelmas edi. Tafovut fel bilan qumursqacha. Uning boshidagi rejasi ham 3-4 kun ko'ngil xushlik qilish edi-da. Qiziq. Ustida ba'zi so'zlar og'izdan chiqib ketsa ketgandir. Qog'ozga yozib, ostiga muhr bosib beribdimi? Bo'lmasa tuzukroq qilaylik. Meni ham ozgina jamg'armam bor. Nima? Izzat nafsiga tegayotgandek jerkib tashladi Azam. Bir kamim xotin zotidan qarz bo'lish edi. Nega qarz bo'lasiz? Uni yupatmoqchi bo'ldi Nafisa. To'y bitta siznikimi? Nafisaning o'ziga teng qilayotganini unga battar alam qilardi. Hoy, menga qara. Ko'p jiblajibonlik qilaverma. Maqsadingni ayt. Maqsadimiz bitta. Hech qachon bitta bo'lmagan. Qachondan beri? Boshidan. Va'dalaringiz ko'pikmidi? Senga hech qanaqa va'da bermaganman. Uyaling. Shu gapga qanday tilingiz boryapti? Men buni ko'tarib qayerga boraman? El-yurt oldida qanday boshimni ko'tarib yuraman? Oldirib tashla. Nafisa yig'ladi, yalindi. Yalindi, yig'ladi. Lekin Azamning bemehr ko'ngli yumshamadi. Suv sepilgan sementday battar tosh qotdi. Itdan bo'lgan qurbonlikka yaramas deb g'azablangan Nafisa doktorga uchrashdi. Bolani oldirib tashlagani yo'l qidirdi. Lekin doktorlar kech, vaqti o'tibdi deb abortga rozi bo'lmadi. Keyin birinchi bolani olib tashlash xavfliligini, kelajakda ziyon berishini aytib, uni bu yovuz niyatdan qaytardilar. Unga boshqa maslahat berdilar. Bu maslahatlar Nafisani ona bo'lishga, bemehr bir erkakni deb norasidasini nobud qilmaslikka undadi. Bu insoniy undash, insofga chaqirish Nafisaning ko'ngliga olov bo'lib qo'yilib, dimog'idan tutun bo'lib chiqardi. Har mo'yini bir nafrat tig'iga, har nafasini g'azabga aylantirardi. U umrida bir marta va ilk marta sevgan kishisidan kelgan bu noshukurlik va pastlikka aslo ko'nikolmas, ko'nikish emas, kun o'tgan sari alamga aylanardi. Bu alam uni qasos olishga da'vat etardi. Ey taqdir, deb bir kuni nola qildi u. Yetim qolib bolalar uylarida ota-ona mehridan bebahra o'sganim yetmasmidi? Menga nima qasding borki shu qo'ylarga solyapsan? Yoki men bu hayotda ortiqchamanmi? Adashib yashab yuribmanmi? Unday bo'lsa mana bu begunoh murg'akka rahming kelsin. Shuni g'amini yegin. Ko'rsa bunday tushkunlik bilan o'z baxti eshigini o'zi tambalab qo'yishi mumkin. Shunday tanbalaydiki, keyin o'zi ham ocholmaydi. Jim tursa suv buziladi. Demak, harakat kerak. Nafisa bu harakatni yana Azamga uchrashuvdan boshladi. Bu vaqtda u kelmaydigan bo'lib ketgan edi. Idorasidan dimoq bilan xomush chiqib kelayotgan Azam salomiga ham alik olmasdan, gaping bo'lsa gapiraver. Ikkala qulog'im senda, deganday g'o'dayib turdi. Lekin bu gal Nafisa ham avvalgi uchrashuvlardagi kabi uning oyog'iga tashlanib, yig'lamoqchi emas. Balki oyoq osti bo'lgan nomusini bir insoncha himoya qilmoqchi. Kerak bo'lsa kurashga kirmoqchi edi.
Buni Nafisaning avzoyidan sezgan Azamning yuragi orqasiga tortib ketdi. Bir chetga o'tib olib o'tmoqchi bo'ldi. Yurdi. Menga shu yer ham bo'laveradi. U yoqqa yur. Rahmat. Xilvatga o'tib bo'lganman. Og'iz burnim to'la qon. Bu yoqqa kel deyapman. Baqirmang. Shirin so'zlaringizga ishonganman. Do'qlaringizdan endi qo'rqmayman. Azam orqasiga qaytishga majbur bo'ldi. Ular Azam ishlaydigan katta binoning shundoqqina bo'sag'asida turishar. Har o'tkinchi Azam ko'ziga bu ko'ngilsiz uchrashuvning guvohi bo'lib, ko'ngliga g'ulg'ula solardi. Buni sezgan Nafisa jo'rtaga gap boshlamas, uni uzr-kesil sinamoqda edi. Gapir, nima ishing bor? Azamni sabri tugadi. Nega shoshasiz? Yov bosib kelyaptimi? Sizni sog'indim. Didoringizga to'yib olayin deyapman. Fevral oyidek 29-ni 4 yilda bir ko'radigan bo'lib qolyapman. Azam uni pichingini buzdi. Gapirsang-chi. Nafisa birdan jiddiy tus oldi. Gap shu. Bola tug'ilguncha ham birga turolmaysizmi? Yo'q. Shu qat'iy-a? Bu gal Azam nima uchundir boshi bilan tasdiqladi. Keyin o'kinmaysiz. Nima? Ustimdan arz qilasanmi? Guvohing bormi? Guvohim, vijdonim. Noinsof. Shunaqa degani uyalmaysizmi? Bola uvoli tutqur. Nafisa xuddi shu kuni Azam ishlaydigan idoraning partkomiga uchradi. Partkom ayol kishi edi. Nafisaning dardiga darrov tushundi. Maslahat uchun direktor oldiga chiqdi. Direktor muloyimgina yurgan yigitdan shuncha shaytonlik kelayotganidan ajablandi. Suhbatga Azamning o'zini chaqirdi. Chaqirilish sababini oldindan bilgan Azam rolini yod olib kirdi-yu, tuzatib o'yna olmadi. Direktor vazminlik va donolik bilan uni ko'piklarini bir-bir o'chirib chiqdi. Yoshligingizni poklikka xiyonat bilan boshlasangiz, uyog'i nima bo'ladi? Sizdan umidimiz katta edi, Azamjon. O'ylang, juda puxta o'ylang. Eskilarning gapi bor. Kishi ko'nglini nohaq og'ritish Makkaga tosh otib kelish bilan barobar. O'zi partkomning huzuriga taklif etdi. Uni o'rnidan turib kabineti o'rtasida qarshi oldi. Shunday qobiliyatli injener shunaqa noma'qulchilik qilib o'tirsa, bu qiziq-ku, dedi ajablanib u. Partkom gap kim haqida ketayotganini darrov tushundi. Olasi ichida shekilli edi. Kechagi kvartaldagi ishini qarang. Bir og'izdan hammaga ma'qul bo'ldi-ya. Ana shuning uchun bu hangomani eshitganimizdan beri hayron bo'lib, barmog'imni tishlayman. Har narsa deng. Orqavarotdan eshitsam ishonmasdim. Gap shunda-da, ana, yana quvvatlaydi direktor. Lekin uni kishi darrov tushunib yetmaydigan qiliqlari bor. Buni anchadan buyon kuzatib yuraman. Bir ko'rsang zukko, tadbirkor, xushfe'l. Bir ko'rsang dimoq 7 qavat osmonda-yu, uncha-buncha kishini oyog'ini uchida ko'rsatadi. Topdingiz, unga qo'shildi partkom. Hamma balo shunda. Mana shu keyingi xislati bosibroq yuradi. Bo'lmasa, shunday qizga rahmi kelmasmidi? Surishtirdingizmi, qanaqa qiz ekan? Uylansa haqqi ketmaydi, risoladagiday. Zora uylangandan keyin taftiga tushsa. Shoyat. 2 kun o'tgach, direktor yana Azamni chaqirdi. Xo'sh, qanaqa fikrga keldingiz? Azam hamon biror so'z aytishdan ojiz edi. Axir Nafisa uni o'lchoviga kelmasdi-da. Buni direktor o'zicha tushunib, qamchini bosdi. Men qizni surishtirdim. Risoladagi qiz. Qattiqchilik ko'rib katta bo'lgan. Yaxshi kunda yayrab, yashnab hayot kechiradi. Qani, to'yni qachon qilamiz? Azam gangib qoldi. Labiga beixtiyor kulgi chiqdi. Endi pendisi yo'q. Bu shanba o'tsin. Endigi shanba bir bejirimgina o'tirish qilamiz, xo'pmi? Men o'rtoqlarga aytaman. Sizga ko'maklashadi. Kelinga mendan salom aytib qo'ying. Azamning og'zidagi og'zida, bo'g'zidagi bo'g'zida qoldi. Direktor suhbatdan keyin
o'sha o'zi bilgan Nafisa bugun boshqa bo'ldi qo'ydi. Go'yo birov almashtirib ketdi. Chindan boshqami? Shu savol ko'nglini allaqaysi bir burchagida ingichkagina qora chiziq tashlab turardi. Direktor aytgan kuni to'y bo'ldi. Bevafo. Nazoratchining kamera eshigini kulib ochishini birinchi marta ko'rishi. Yo tavba, qayoqdan kun chiqdi? Deb qo'lidagi kitobini bir chetga surgan Ummatali nazoratchining qani, yuring deganiga hayron qoldi. Chunki bugun shanba. Buni ustiga ish vaqti tamom bo'lgan. Qorong'u tushgan. Tergovchilar avvalgidek hozir kechasi ishlashmaydi. Hatto kunduzi ovqat vaqtida chaqirishmaydi. Bu kutilmagan taklifdan hayron qolgan Ummatali ikki qo'lini qo'ymichiga qilib uning oldiga tushdi. Qanchari past, bo'tako'z nazoratchining yuzidan hamon tabassum arimasdi. Bu esa Ummataliga dalda berdi. So'rashga jazm etdi. Tinchlikmi? Nima gap? Umrida mahbus bilan gaplashish u yoqda tursin, basharasiga yolchitib qaramaydigan nazoratchi tap tortmasdan o'sha tabassumida tinchlik, yuravering, deb qo'ydi. Bu yaxshilik belgisi edi. Qattiq qishdan so'ng ilk bahorda birdan ko'ringan qaldirg'ochdek qalbini nurga to'ldirdi, yashnatib yubordi. Qanday qilib eshiklardan o'tganini, zanalardan chiqqanini bilmadi. Bir mahal qarasa, shu vaqtgacha kirmagan kabinetining eshigi oldida turibdi. Nazoratchi undan oldin o'tib eshikni qiya ochdi. Kirishga ijozat so'radi. Keyin uni oldinga o'tkazib, o'zi orqadan kirdi. Ummatali bu yaqin orada bir kabinetda shuncha rasmiy odamlarni ko'rmagandi. Leytenantdan tortib polkovnikgacha bor. Ummataliga kiraverishdagi o'ng tomondan, burchakka yaqin yerdan joy ko'rsatishdi. Kutilmagan bu uchrashuvdan ko'zi tinib, butun vujudi quloqqa aylanib o'tirgan Ummatali asabdan kaftini kaftiga qo'yganda terlab ketganini bildi. Yuqorida o'tirgan stolning usti katta-kichik papkalar bilan to'la mayor gap boshladi. Xo'sh, ahvollar qalay? Yaxshi. Tergov tugab qoldimi? Yo'q, menimcha hali ancha bor. O'rtoqlar tugadi deyishyapti-ku? Yo'q. 2 kishi bilan yuzlashtirishlarini iltimos qilganman. Hali uchrashganim yo'q. Meni yo'q gunohimni zog'ora-non qilib shishirgan o'shalar. Boyadan beri befarqdek savol-javob qilib o'tirgan mayorning ko'zi atrofni yumshoq bir jilmayish bilan kezib chiqdi. Keyin Ummataliga tikilib to'xtadi. Endi u zog'ora-non guvohliklarning yuridik kuchi yo'q. Bor, g'ojlik qilib oyoq tiradi Ummatali. Go'yo u ko'rsatmalar o'z kuchida qolib, yana ayblanayotgan kishidek bezovtalanib o'rnidan qo'zg'aldi. Baribir yuzma-yuz qiling. Yo'q, bizga ishoning, o'rtoq Qurbonaliyev. Bu yaqin orada familiyasiga qo'shib aytilmagan o'rtoq so'zi butun badanini hayajondan zirqiratib yubordi. Xo'rligini keltirdi. Chunki bu birgina so'zning ismiga qo'shib aytilishi taqdirning nima bilan hal qilinganini bildirib turardi. Ummatali uyqudan nogoh uyg'otilgan kishidek yangib turar ekan, mayor aniqroq qilib yakun yasadi. Tergovingiz tugadi. Bugundan boshlab ozodsiz. Ko'pdan beri kutgan. Ammo shu lahzada ro'yobga chiqishidan bexabar quvonchdan Ummatali shoshib qolgandi. Rangi o'zgarib ketdi shekilli, mayorni ishorasi bilan unga stakanda suv tutishdi. Iching. Mayor uni quvvatladi. Iching, iching, yaxshi bo'ladi. Shuncha yillik tuhmat girdobiga bardosh bergan. E'tiqodiga qilning qiyg'icha ham putur yetkazmay, irodasining kuchi bilan musaffo saqlab kelgan Ummatali haq o'rnini topganda qo'llari titradi. Stakandagi suvni arang og'ziga olib bordi. Entikib bir-ikki ho'pladi. Muzdek suv birdan ko'zini moshdek ochdi. Mayor uni bu kutilmagan o'zgarishdan butunlay xalos etmoqchi bo'ldi shekilli, yana luqma tashladi. Ishonamizki, o'tgan-ketgan gaplarni ko'nglingizga olmasdan, avvalgidan ham o'tkazib, o'z grajdanlik burchingizni o'taysiz. Bizdan nimaiki yordam kerak bo'lsa, marhamat. Istagan paytingizda murojaat qilishingiz mumkin. Sizni hayotdan o'z o'rningizni tezda topib olishingiz uchun doim ko'makka tayyormiz. Rahmat.
dedi hayajondan arang Ummatali. Bu yangilik tomdan tarasha tushgandek qo'qqisdan bo'lmagan bo'lsa ham, Ummatalini ancha mahalgacha gangitib qo'ydi. Hadeganda o'zini yig'ib ololmadi. Kameraga tushib yig'ishtirilar ekan. Mayorning bugundan ozodsiz degan so'zi ming bir ohangda hamon jaranglab turardi. Kambag'al bo'lsang ko'chib boq degandek yig'ishtirilishga kelganda doim yuking ko'pga o'xshaydi. Nimadir esingdan chiqib qolayotgandek bo'ladi. Nimadir o'z joyiga joylashtirilmayotgandek ko'rinadi. Ummatali ham qancha jadal bermasin shu ahvolda edi. Buni ustiga mahbusning kamerada hech narsasini qoldirmasligi kerak. Aks holda yana qaytib keladi degan o'z aqidasi bor. Lekin nima uchundir qochqini qoldirishi shart. Garchi bu irim-sirimlarga u ishonmasa ham, ko'ngliga g'ashlik solmaslik uchun hozir barchasini o'tashi lozim. Xuddi shunday qilib yig'ishtirildi-da, kameraning oxirgi marta ochilishini kutib, qulog'i daranglab ochiladigan zalvarli qulfda bo'ldi. Bunday paytda kishining his qilish a'zolari favqulodda sezgir bo'lib ketadi. Har eshitgan tovush yoki harakatdan darrov yakun yasaydi. O'ziga tegishliligini ajratib oladi. Yana entikadi. Ana boshqa bir kamera ham ochilib yopildi. Har vaqtdagiga o'xshamagan baland gaplashish eshitildi. Demak, bugun yorug' dunyoning yorqin yuzini ko'radigan, nohaqlikning zim-ziyo to'nidan qutuladigan, saldan keyin erkin nafas oladigan, har uchragan kishisiga murojaat etib teng gaplashadigan yolg'iz ugina emas. Bu yana yaxshi. Dunyoda nohaqlik qancha kamaysa, tuhmat barham yesa, shuncha yaxshi. Inson umri 1000 yil emaski, uning 5-6 yilini g'am-g'ussada o'tkazsa, tuya badanidan yulingan yunchalik sezilmasa, o'zi jindakkina, bunga hech ham dog' tushirmasligi, bir kuni ham zoya ketmasligi kerak. Har kim shuni o'ziga shior qilib, boshqalar uni umriga posbon bo'lganidek, u ham o'zgalar umrining manfaatini ko'zlasin. Toki qarib-chirib bu dunyodan ko'zini yumayotganda vijdoniga ignaning uchicha ham xiralik ko'rmasin. Bu inson qo'lidan keladi. Bu unga qodir. U shu uchun aslida inson bo'lib yaratilgan. Aks holda qashqirdek u tortib, boyqushdek ko'kolaydigan bir maxluq bo'lib yaratilishi kerak edi. Bas. Inson bo'lib yaratildingmi? Insoncha yasha. Insoniylik qil. Insoniy umid-orzular bilan hayot kechir. Ummatali shunday oliy hislar og'ushida uyi chuvalib, kamera eshigining ochilishini kutib o'tirar ekan. Birdan xayoli xotiniga ko'chdi. Nega u so'nggi vaqtda xat yozmay qo'ydi? Men xatimda ehtiyotsiz biror narsa yozdimmi? Ko'nglini og'ritdimmi? O'g'lim qalay ekan? Yigitcha bo'lib qolgandir. Eshikdan kirishim bilan bag'rimga dadalab tarmashishi qanday zavqli. Xotinim qanday ko'rishar ekan? Bo'ynimga tashlanarmikan yoki o'z beparvoligidan xijolat tortib, qo'lini berib qo'ya qolarmikan? Qo'rqma, xotin. Oddiygina bir xat yozmaganing uchun seni ko'nglingni chilparchin qilib, siniqlari ustida shiddat bilan bosib o'tadiganlardan emasman. Bu kichkina sinov bo'lmadi. Birovlar eri yoki xotini u yoqda tursin. Oq sut bergan onasi ham, tirgak bo'lgan otasi ham voz kechib yubordi. Seniki nima? Yozmasang 5-6 ta xat yozmabsan-da. Shunga ham ota go'ri qozixonami? Hammasi unutilib ketadi. Kim qishda bo'lib o'tgan 2 kunlik qahratonni umrbod eslab yuribdi. Bahorni ilk g'o'rasini totigan chog'da yoq unut bo'lib ketadi. Axir o'rtada o'g'limiz bor-a? Sen bilan meni o'rtamizdagi arzimagan adi-badidan uni ko'ngli zaxa bo'lishi mumkin. Ana shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ahillik bor yerda temir ham suvga cho'kmaydi. O'tgan ishga salovat. Eshik birdan daranglab ochildi. Ummatalining o'yi bo'lindi. Qanchari past. Qozoq bashara o'sha nazoratchi boyagidek yumshoq tabassum bilan ostonadan bir qadam ichkari kirdi. Kamerani ko'zdan kechirayotib so'radi. Hech narsangiz esdan chiqmadimi? Tombochka ustidagi siri ko'chgan, hatto bir chetda qachonlardir asabdan tishlangan yog'och qoshqini ko'rib kulib qo'ydi. Qoshqini qoldirib yaxshi qilibsiz. Bu so'z Ummataliga ham kor qildi. Yuziga nurdek mamnun kulgu yoyildi. Nazoratchining imosi bilan yukini ko'tarib unga ergashdi.
Nahotki shu nimqorong'u yo'laklardan so'nggi bora o'tib borishim, degan fikr xayoliga kelib, yuragi bir hapriqib ketdi. Hujjatlarni olish ko'p vaqt o'g'irlamadi. Hammasi tayyorlab qo'yilgan ekan. Istasangiz biroz sabr qiling. Mashinamiz qaytib keladi, tashlab qo'yishi mumkin, dedi hujjatlarni salmoqlab tushuntirib berayotgan kapitan. Rahmat, uyim olis emas, dedi Ummatali. Ixtiyoringiz. Ummatali ko'chaga chiqqanda tun soat 11 bo'lib qolgan. Odamlar harakati ancha tovsilgan edi. Shunga qaramasdan nurga to'la ko'cha uning ko'ziga juda gavjum va fayzli ko'rindi. Qaysi ko'chadan ketsam ekan deb turganda, mart oyining yoqimli nafasi dimog'iga urilib, kutilmaganda badanini cheksiz yashnatib yubordi. U osmonga boqdi. Aslida oydin bo'lsa-ham bahor bulutlari ag'darilib-to'ntarilib suzib borardi. Ana, oyni to'sdi. Oyning g'ashi keldi shekilli, havaskor artist bola sahna pardasining o'rtasidan boshini chiqarib, zalga qiziqib qaragandek, bulutni yirtib mo'raladi. Yana yopib, yana mo'raladi. Oxiri o'zini to'sib turgan bulut pardasini yuzidan sidirib tashlab, butun jamolini mag'rur namoyish qildi. Olam yorishib ketdi. Ummatalining tepasidagi simyog'och chirog'ining rangi o'chganday bo'ldi. Ummatali yukini orqalab katta ko'cha tomonga yurdi. Unga mashina kerak edi. Tramvayda ketishga sabri chidamaydi. Tezroq uyga kirib borishga ichkadi. Chorrahada turib atrofga qaradi. Anavi 5 qavatli kulrang bino u qamalganda yo'q edi. Ko'cha chetiga kiprikdek tizilib ketgan simyog'och ham bunaqa emas. Boshqacha edi. Endi ularning uchi ko'cha o'rtasiga ishkom bo'lib, lampochkalarni shokiladek ushlab turibdi. Yo'l bo'yidagi daraxtlar yo'g'on tortibdi. Ustiga chambarak panjara yotqizilibdi. Ko'chalarga ham avvalgidan fayz kirgan. Nimasi bilandir yaxshigina o'zgargan u Ummatali payqab ololmadi. Kishilarning yurish turishi, o'zini tutishi ham uning ko'ziga allanechuk boshqacha ko'rinardi. Demak, hayot u yo'g'ida kamol topib borgan, o'sgan, o'zgargan, yangilik kashf etgan. Ummatali shunday ko'tarinki ruhiy holatda ediki, har o'tkinchi odamni o'ziga yaqin his etar, har biri bilan suhbatlashadigan bir olam gapi bor. Har birini u taniydi. Har biri uni tanishi kerak. Lekin nima uchundir hozir ular Ummatalini payqashmayapti. Lekin Ummatali umidini uzmaydi. Har o'tkinchida allaqaysi tanishning belgisini ko'rib, to u oldidan o'tib ketguncha kuzatib turadi. Hatto ba'zisiga "Siz falonchi emasmisiz?" deb yuborishiga sal qoladi. Shu orada u ba'zi mashinalarga qo'l ham ko'tardi. Birontasi parvo qilmadi. Taksilar doim odam bilan to'la. Ummatali yukini ko'tarib ko'chani kesib o'tdi. To xiyobon oralab tramvayga kelguncha qora terga botdi. Qayerga joylashishini bilmayotgandek kiyib olgan bo'shlatini yechib, yuki ustiga tashladi. Hayajondanmi yoki ko'nikmagandanmi entikib, terini artib tramvay kutdi. Boyadan beri oydan yiroqda ag'darilib-to'ntarilib yurgan bahor buluti yana uning yuzini to'sib, birdan chirog'i o'chgan uydek hamma yoqni qorong'u bosdi. Shu mahal qarshidan shirakayf bir odam kelib, o'sha skameykaning bir chetiga og'ir cho'kdi. Boshdan shlyapasini olib, bo'yni aralash boshini ancha qashidi. Yana shlyapasini bostirib kiyib, nafasi ichida uzoq vaqt qamalib qolgan odamdek chuqur xo'rsindi. Papiros olib tutatdi. Tutunini shunaqa buruqtib chiqardiki, hatto qorong'uda ko'rinib ketdi. Ummatali bo'shlatini yelkasiga tashlar ekan, haligi odam irg'ib o'rnidan turdi. "Ummatali aka?" dedi va bunga ham qanoat qilmasdan, "O'rtoq Qurbonaliyevmisiz?" deya unga tashlanib qo'lini oldi. Shu vaqt bulut ostidan birdan charaqlab chiqqan oy uni yuzini yoritdi. Shu yorug'da Ummatali uni taniganday bo'ldi. "Azam? Ha, familiyangiz?" deya hijjalay boshlaganda, Azamni o'zi mushkulini oson qildi. "Topdingiz. Familiyani ahamiyati yo'q. Sizni o'rningizda boshqa odam bo'lsa, o'zganiki tugul o'znikini ham topolmagan, unutib qo'ygan bo'lardi." Ummatali uni endi esladi.
Bu yigit idorasidagi kishilar bilan har yili paxta terimi vaqtida Ummatali agronom bo'lgan sovxozga hasharga chiqib turardi. Oyoq qo'li chaqqongina yigit. Terimdan ham ko'ra dastyorlik ishlarini ma'qul ko'rardi. Kotiba qizga tegajog'lik qilib, sovxoz yigitlaridan kaltak yeyishga sal qolgan. Keyinchalik o'sha yigitlar bilan apoq-chapoq bo'lib, bayramlarda tabrik telegrammalar yuborib turdi. Hatto ikkitasini o'qishga joylashga otasi qilmagan yaxshilikni qilib minnatdor etib qo'ydi. Sovxoz bir yili planini do'ndirganda shahardan bir to'da artistlarni boshlab chiqib, direksiyaning ham ko'nglini oldi. Shu munosabat bilan sovxozda yaxshi tanilib qolgan, ba'zilar uni uchar, yulduzni benarvon uradi deb xush ko'rmasa, ba'zilar hozirgi kunda shunaqasi qo'l keladi. Suvda baliq, quruqda tulki bo'lmaganni kosasi oqarmaydi, deb uni epchiligini ma'qul ko'rardi. Xullas kalom, biroz vaqt ichida birovga egilib, birovni egiltirib salom beradigan qilib oldi. Ayniqsa uni dutor chalib jindek ashula qilishi ko'plarga ma'qul tushdi. Bu esa uni o'tirishlarda to'rga chiqarar, tilini burro qilardi. Ko'plarni ohangrabo bo'lib o'ziga tortardi. Azam birpasda Ummatalining hol-ahvolini so'rab, qo'yniga kirib ketdi. Achchiq kuniga achinib, yaxshi kunlarga toj kiygizdi. Allakimlarning go'riga tosh qalab, allakimlarning soyasiga salom berdi. Obbo siz yaxshi bo'libdi. Butunlay oqlandingizmi? Juda yaxshi-da. Dushmaningiz faryod urib, do'stingiz qarsak chaladigan ish bo'libdi. Shungayam ancha yil bo'lib qoldi-ya, Ummatali aka. Javob kutmasdan bir esnab yana gapga tushib ketdi. Hamma ayb la'nati Beriyada. Mana, oxiri nima bo'ldi? Yuqoriga tupursang mo'ylovingga, pastga tupursang soqolingga tushadi deganlari shu. To'g'ri tupurgin edi. Yo'q, u tupura olmadi. Tupurgani qo'ymaymiz. Bu gaplar Ummatalining hali yaxshi bitib ketmagan yarasini tirnash bilan barobar edi. Uni nafasi bo'g'ziga tiqildi. Qo'ying bu gaplarni Azamjon uka, eshitgan quloqqa xunuk. Haqiqatda? Yo'q, siz qo'rqmang, buni baralla aytish kerak. Toki kar eshitib, ko'rni ko'zi ochilsin. Xo'p, gapingiz to'g'ri, lekin bu yerda emas-da. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Bu yerdagisi tilingizni kuydiradi. Hazilga olib yengmoqchi bo'ldi Ummatali. U ham kuldi. Shopirib ichamiz-da, yo siz xolodilnikka qo'yib ichadigan bo'lib qoldingizmi? Bu Ummatalining izzat nafsiga tegdi. Azamjon, quyushqondan chiqmang. Azam gap ohangidan biroz hushyor tortdi, lekin sal o'tmay yana unutdi. Qani, rostini aytingchi, chindan dadangiz chet elga qochib ketganmi? Boyagi gaplar Ummatalining yonidan o'tgan bo'lsa, bunisi jonidan o'tib ketdi. Uning hayoti haqida beriladigan savolning eng mushkuli shu edi. Bu savol unga doim ayir bo'lib tuyuladi. Tergov ham shu bilan boshlanib, shu bilan tugadi. Agar Ummatali dadasining qachon va kim bilan o'tib ketganini bilganda, bunchalik qiynoqda qolmasdi. Gap shundaki, u bilmaydi. Go'dak bo'lgan. Saldan keyin onasi o'lgan. Kimdir uni asrab olgan. Qiyinchilik yili bolalar uyiga eltib bergan. Mana shundan beri u yog'ini u yaxshi biladi. Hatto asrab olganlarni ham zo'rg'a eslaydi. Mabodo o'shalardan biri hozir kelib, o'sha menman desa, tanishi gumon. Mehri emas, o'zi ham ko'nglidan ko'tarilib ketgan. Otasini-ku mutlaqo eslolmaydi. U surishtirganda birov boyni qaroli edi desa, boshqa biri sherigi dedi. Yana bittasi u ham mas, bu ham mas, boyni bosmachiga uzatilgan qo'li edi dedi. Xullas, Ummatali ochiq bir tasavvurga ega emas. Lekin bu fakt. Ummatali institutni bitirib, sovxozda ishlagan paytda, ayniqsa bosh agronomlikda nomzodi qo'yilgan paytda kimgadir kerak bo'lib qoldi. Kimdir buni qurol qildi. Ummatalini shu bilan aybladi. Azamning kayf aralash bergan ana shu savoli Ummatalining yarasiga ho'llatda bo'lib yopishishining sababi ham shu edi. Shunday bo'lsa ham o'zini bosdi. Shunaqa deyishadi, deb qo'ya qoldi. Lekin u boya Azamni ko'rganda, tanishni uchratgandan ko'ngli yayragan, biroz gapirib, bag'rim ochiladi deya ko'ngli suv ichgan bo'lsa, endi undan qochgani joy topolmay qoldi.
U murvati burab qo'yilgan o'yinchoqqa o'xshab beto'xtov aylanardi. Ummatali esa uning to'xtashini orziqib kutardi. Ummatalini bu gaplar emas, u yo'q vaqtda bo'lgan o'zgarishlar, yorug' do'stlar, safxoz hayoti ko'proq qiziqtirardi. Modomiki prujina hali-beri aylanishdan to'xtamas ekan, jilla bo'lmaganda shu haqda sayrasin. Shunday umid bilan gapni safxozga burdi. Safxozdan gapiring, safxoz qalay? Kam chiqaman. Endi oyoqqa zanjir bor, dedi. O'ylanganiga ishora qilib va nima uchundir chekib turgan papirosini qattiq bir tortib, yuz-qo'llarni tutunga ko'mdi-da, zarb bilan uzoqqa uloqtirdi. Siz bundoq bo'lib ketgandan keyin direktorgayam shamol tegdi. Ba'zi birovlar og'ziga so'k solib oldi. Birovlar esa posonligini olib tashlab, likillab qoldi. Tiliga kuch berdi. Qarasam, endi boshimga oftob tushmaydi. Shu orada avval jiringi eshitilib, keyin tramvayning ko'zi miltillab ko'rindi. Ummatali yukiga yopishar ekan. Azam qo'yarda qo'ymay qo'ldan olib undan oldin tramvayga chiqdi. Bu gal bizdan, deb kira haqqini ham to'lab yubordi. Konduktor yukni eslatgan edi. Ha, kasofat, qo'ymading-a, deganday og'rinib uni ham to'ladi. Tramvayda hech kim yo'q hisobi. Bir qiz bilan bir yigit bir-birining qarshisiga o'tirib, adoq bo'lmas yoshlik suhbatini davom ettirardi. Bir-biriga engashgan boshlari tramvay qalqiganda urushib ketay deydi. Ularning orqasida bir chol men hayotda ko'rganimni ko'rib bo'ldim deganday beparvo mudrab tramvayning tebranishiga allalanib borardi. Yana ikki kishi bor. Biri muk tushib kitob o'qiyapti. U birining ikki ko'zi ko'chada. O'tib ketib qolishdan qo'rqayotganga o'xshaydi. Tramvay bir-ikki to'xtab o'tgach, Ummatali sherigidan so'radi. Siz qayerga tushasiz? Siz tushgan joyga? Behazil. Chindan? Manzilga kelib tramvaydan tushishlari bilan Azam yana yukka yopishib qoldi. Ummatali shuncha qilsa ham bo'lmadi. U shunday harakat qilar ediki, Ummatali rozi bo'lmasa umrbod diydor ko'rishmasdan ketadigan do'stga o'xshardi. Tabiatan birovning mushugini pishitolmaydigan, ko'ngilchan Ummatalining yotig'i bilan qilgan barcha urinishlari bekor ketdi. Azam kutilmaganda ham nozik, ham qattiq yerdan oldi. Suyunchini ekonom qilyapsizmi? Yangamni suyunchisini olmasdan hech qayerga ketmayman, ovora bo'lmang. Ummatali harchand hazil tariqasida aytilgan bo'lsa ham indolmay qoldi. Yengdim, marra meniki degan Azam yana sayray ketdi. Hoynahoy sizni kelishingizdan u kishini xabari yo'q. Bo'lmasa taksi olib chiqib, darvoza oldiga ko'ndalang qilib qo'ymasmidi? Bu ham meni baxtim. Rosa omadi kelgan yigitman-da. Kim biladi, hali yangam sizni oyog'ingiz ostida maratib bo'rdoqqa so'yib, meni yelkamga beqasam to'n tashlaydilarmi? Hoy, men sizga aytsam, Ummatali aka, hozir sizni go'shangiga endi kirib ketayotgan kuyovcha izzat ikromingiz bor. Nima qilsa yarashadi? Baxtingiz yangamni ham baxti. Rostdan u kishi bilmaydimi? Sal-pal sezdirmagan ekansiz-da. Yuragingizda bahri kabircha bor ekan, yo bildirganmisiz? Yo'q, bilmaydi, dedi cho'zib Ummatali. U xayol bilan band. Nega xotini so'nggi vaqtda xat yozmay qo'ygan ekan? Shu savol xayoliga kelibdiki, ko'ngli g'ash. Mana hozir ham uyga oyog'i tortinqiramaydi. Qamalish oldidan ham xuddi shunaqa bo'lgandi. Endi nimaga bunaqa bo'ladi? To'satdan kirib qolishingiz qiziq. Yana gapga tushdi Azam. Bir qoyil qilay debsiz-da. Ishqilib yangamni yuragi yaxshimi? Yana tovonlarga qolib o'tirmaylik. Yo men oldinroq borib, etlarni sal-pal o'ldirib turaymi? Rostdan, bu narsada hazillashib bo'lmaydi. Bizni ko'chada bitta kampir frontda dom-daraksiz bo'lib ketgan o'g'li to'satdan kirib kelib qolganda, o'takasi yorilib o'lib qolgan. U kampirda, tegishdi Ummatali. Nima uchundir shu mahal o'zida hazilga moyillik sezdi. Albatta, yangam qari emaslar, shundoq bo'lsa ham. Uni so'zini Ummatali bo'ldi. Mabodo o'zini tashlab yuborsa, suvga yugurish esingizdan chiqmasa bo'ldi.
Umatalning xotiniga bunchalik sovuq munosabatda bo'lishi, zaxoromuz hazili uni battarroq qochiriqqa undadi. Tomizganimi, ichirganimi? Lekin bunga Umatali javob qaytarmadi. "Mana, yetdik", dedi u 2 qavatli binoning oldiga kelgach. "To'g'ridagi eshikmi? To'xtang, oldin men taqillataman." Azam yukni yerga qo'yib, 2 zinani bitta xatlaganicha Umatalidan oldinga o'tib ketdi. Entikib eshikni qoqdi. Hadeganda tovush bo'lmadi. Bu orada Umatali ham chiqib keldi. Azam yana taqillatdi. Yana hech kim tovush bermadi. "Hech kim yo'q shekilli", deganday Umataliga qaradi. U yelkasini qisdi. Lekin uning yuragi nimanidir sezgandek gursillab urdi. Nafasi og'ziga tiqilib ketdi. Entikdi. Azamning taqillatishiga sabri chidamay ustma-ust qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Oldin qandaydir besaramjonlik sezilib, ketidan erkakmi, xotin kishinikiga aniq bo'lmagan tovush keldi. Bu esa Umatalini yana tutaqtirib yubordi. Qo'ng'iroq qolib eshikni mushladi. Oxir eshik orqasidan xotin kishining "Kim?" degan tovushi keldi. Bu ovozni tanigan Umatali o'zini bosib, "Men, och", dedi. Eshik ochilish o'rniga ichkaridan haligi tovush egasining faryodi eshitildi. Kimdir yugurib ichkariga kirdi. Nimadir gupillab yerga tushdi. Nimadir polda daranglab dumaladi. Tindi. Bir pasda ichkari ayqash-chuyqash bo'lib ketdi. Erkak kishining asabiy tovushi xotinnikiga qo'shildi. G'ovur ko'tarildi. Keyin birdan jim bo'lib qoldi. Bu jimlik Umatalining yuragiga yana dahshat soldi. Asablarini titratib yubordi. Bu orada eshik orqasida kimdir paydo bo'ldi. Eshikning kalitini buradi. Umatali eshikning ochilishini kutishga sabri yetmay, uni tepib, o'zini ichkariga urdi. "Nima, eringni tanimay qoldingmi? Eshik ochishing qiyin bo'ldi", dedi dir-dir titrab, devorga suyanib turgan xotiniga. Xotin javob berishdan ojiz edi. Na rangida qon bor, na so'zlashga tili. Uni surati turardi. Lekin Umatalining so'rashmasdanoq xonaga o'tishi bilan oyog'i ostiga o'zini tashladi. "Hamma ayb menda, meni o'ldir". Xona o'rtasida bo'yni kalta va yo'g'on, qoshlari tutash va qop-qora go'labir bir yigit devdek qotib turardi. Umatalini ko'rishi bilan g'alamisona bir qarash qildi-yu, keyin boshini quyi soldi. "Gap bundoq demaysanmi?" dedi Umatali, o'zini arang bosib xotiniga. "Men seni nimaga o'ldirar ekanman deb hayron bo'lib o'tiribman. O'ldirishku hech gap emas. Lekin qo'lni bulg'ashga arzimaysan. Yo arziysanmi? Gapir, arziysanmi? Chilimshiq qurtni narxi qancha? Balki siz javob berarsiz, boyvachcha." Umatali o'zini qanchalik og'ir tutmasin dag'-dag' titrardi. Sha'niga dog' tushiradigan biror xunuk ish qilib qo'yishdan o'zini arang tiyib turardi. Nafratdan mushtini tugib keldi-yu, asabdan titrab xotinini betiga tupurdi. Va yomon so'z bilan so'kinib eshikka otildi. Boyadan beri tarvuzi qo'ltig'idan tushib, nima qilishini bilmay yangib, kesak bo'lib turgan Azam birdan hushyor tortib unga ergashdi. Umatali shu kuni Azamnikida yotib qoldi.